Markaziy Osiyoning yuragida bir xalq g'urur bilan qad rostlaydi. Qadimiy tarix va yangi orzularga boy yurt. Xalqimiz yillar davomida ishonib yashadi. Bir kun kelib bayrog'imiz dunyoning eng katta sahnasida hilpirashiga o'sha kun keldi. O'zbekiston dunyoning eng kuchlilari safida. Milliy birlik va so'nmas g'urur yo'lidagi safar. Yagona orzu yo'lida birlashgan mamlakat. Biz Denov tuman sportchilari O'zbekiston terma jamoasiga jahon chempionatida omad tilaymiz. Biz Denov ahli oq bo'rilarga ishonamiz, qo'llaymiz va g'alaba qozonamiz. Biz orzu qilmaymiz, biz amalga oshiramiz. Oq bo'rilar olg'i! Biz kim? Bizga nima kerak? Kim uchun? Yangi O'zbekiston uchun! Oq bo'rilar, sizlar yolg'iz emassizlar. Sizlarning ortingizda butun O'zbekiston olg'i! Shunchaki jamoa emas, bu bir millat. Ismlarni eslab qol dunyo. Oq bo'rilar, biz sizlarga ishonamiz, biz sizlar bilan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston! Biz O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Ha, aytgancha dunyoga ayting, O'zbekiston kelmoqda. Bizning ovozimiz she'rdan Amerikaga e'tiborsini oqlaymiz. Oq bo'rilar, bizlar sizlar bilan birgamiz.